nima deyapti? Qirrada nima deyapti? Bu qirrada bemalol soqol olsa bo'ladi deyaptim. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Mana biz xudo xohlasa ertalabdan ishlarni boshlab oldik. Obyektdamiz. Xudo xohlasa ishlarimizni ancha ob'yomlarni shpaklovkalardan chiqarib, shkurkalardan chiqarib qo'ydik. Devorlarimizda bambuk panel, MDF shpon bo'ladi. Bu yerda security plintus bo'ladi. Shtrabalarni qilib tegdi zaminini suvib olganmiz. Security plintus, security eshik, security galagen, hamma yoq security minimalizm uslubida bo'lyapti remontimiz. Endi bugundan naливной boshlanadi. Pollar qirib, gruntovkalarni berib, podgotовка jarayonlari. Hamma yo'ni mana oynalarni tonirovka qilib, qorong'uxona qilib ishlaganmiz. Kator sifatga topshiramiz, xudo xolasa. Devorlarimiz hamma yoq bambuk, shpon, MDF shpkalar bo'ladi. Asosiy marka etadi. Faqat patolog bilan rong qismida o'sha atkoslar bo'yoq bo'ladi. Qolgan hamma joylar obshivat bo'ladi. Security plintuslarni hammasini o'yib, shtrabasini qilib, tegidi nolini zamasiga qilib suv olingan. Naливной poldan kelgan alyumin profilini qo'yiladi. Oxirsida MDF shpkasi yopiladi. Bu yerda bo'yoqli joylarni nolga chiqarib ketganmiz. Bambuk panellarni 0.8 mm ga chiqarib, alyumin profil yopishtiriladi. Hamma yoqda security eshik. Xohlasa ancha chang ishlardan qutulib oldik. Ikkinchi etaj shpaklovka shkurkalardan chiqqan naливной pol qo'yiladi. Bu yerda spanlida dekor sifatida skala qoya shakli anaqasidan dekordan foydalanilgan, tayyor yopishtirilgan buni bo'yab yuboriladi oxirsida. Tepada 5 ta sandiq. Hammasi o'zining ichida. Spanning ichida hammom tualetlari bilan o'tda ham minimalizm uslubida bo'lgan security, hammasi security chiroyli ortiqcha detallarsiz ishlangan. Traplarni ham ko'rasizlar. Bez bardiyor qilingan, чтобы yurayotgan odam qoqilmasin, boshqa ortiqcha detallar xohlamagan egasi o'zini nishab berib yuborilgan. Oynasi bo'ladi. O'zini security mexanizmlari qo'yilgan. Kafilchilarni ham ishi yaxshi toza chiqqan lekin. Birinchi etaj hol. Kirganimizda o'ng tomonda zal. Gipskarton figurasi endi bo'lyapti. Zarli masala. Bu yana birinchi etajda spalni. O'zini sanozili.